Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi akfa mokriy ishlarimiz 16 kalyonni o'ynaydi. Bu yog'i обычный gulli o'ynay. Bu yerda bitta bir qanot, bitta katta eshik, bitta katta romimiz bor. Romimizdan bitta ochilish bo'lgan. Bu eshigimiz jup ochiladi. Qora zamoylarda, balkon zamoyda Regirovkalar ham juda chiroyli bo'lgan. Ichki tomondan ko'rinishlari. Romimizga 20 lik podagonlik qo'yilgan. Qora ruchka. Ko'rgan bo'lsanglar, bu qora oynayda tashqari ko'rinadi, tashqari umuman ko'rinadi. Tashqariga chiqqanda oynagimizdan tashqaridan umuman ichkari ko'rinmaydi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman ichkari ko'rinmaydi. Bu bir qanotimiz. Ikkalasi ham full katli bo'lgan. Regirovkalar ham juda chiroyli bo'ldi. Ichki tomonlari, pastlari alkafon bo'lgan. Bu yonlarimizga o'z ustalar bor ekan. Yopib ketamiz deb aytishdi bizga. Pas shunaqa hisobiga bo'lgan. Kimga shu ishlarimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa nasib bo'lsa sizlarnikiga ham xuddi shunaqa qilib, chiroyli qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavka uстановка ishlarimiz bepul. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.